Eng sonimizga to'yimizni o'tkazib berdi. Rahmat. Bizda to'ylar kerak bo'lsa, endi tajab qoldi bag'da. Rizqchi, rizqada iymon yaxshi, eng yaxshi to'y. Musulmoncha o'ta chiroyli to'yni o'tkazdi. Mana oyavay nimalar qo'noqlarimiz qiziqu bilan o'tirishdi. Yuqori dengelda to'yni o'tkazib berdi. Xudolar da rozi bo'ldi. Kelgan qo'noqlar da rozi bo'ldi. Shunday qilsa to'yni o'tkazib bo'ladi ekan degan yaxshi o'ylar bilan ketdi. Oyoqda degan sayin qayroq qiziqib o'tirdi. Sulton o'g'lima rahmat aytaman. Hurmatli do'stlar, mana shunday agar sizlardan musulmoncha adal to'y aytadi. Zeri güçlü bo'ladi, qanday to'y bo'ladi, muzikasi bo'lsa, araq jo'q bo'lsa deydi. Yo'q, o'sha narsani ustida ishlab, qo'ldan kelishincha o'sha qiziqtirib o'tgan harakat qilib, qo'ldan kelgan harakat qilib tavzan etdi. Agar sizlardan shunday to'y beradilar desangizlar, qayrilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.